Assalomu alaykum. Kobulda yuradigan akalarga bitta savol bersam maylimi? Mana qiyin vaziyatga tushib qolganingizda qarzni xotiningizdan olasizmi yo do'stlaringizdan olasizmi, yaqin do'stlaringizdan? To'g'risini aytay, Ha. xotinimni olaman. Xotinini yaxshi ko'rib, sevib uylanganlar bormi sizlar? Sizlar shunaqa vaziyatga tushib qolsanglar, qarzni kimdan so'raysizlar? Xotininglardanmi yoki do'stlaringlardanmi? Aka, bitta sovg'amiz bor sizga. Menga obuna bo'lgan bo'lsangiz, o'sha sevimli xotiningizga bugun bizning nomimizdan sovg'a berib yuboramiz. Xotinini yaxshi ko'radigan akalar bormi sizlar? Voy, mana birinchida turibman o'zi. Obuna bo'lgan ekanlar gap yo'q. Keling, endi sizga bitta zo'r sovg'a beramiz. O'zi nechta xotiningiz bor o'zi? Tak, tanlang mana ichidan. Xohlaganingizni tanlab olishingiz mumkin. Bilmayman endi kenayimga qanaqa sovg'a yoqadi. Tanlab olishingiz mumkin, rostdan xohlaganini tanlab olishingiz mumkin. Bari hammangizdan birinchisi deydi-ku. Oy, aka yomon qilyaptilar. Birinchisi. Umuman ikkita bo'lmasa, ana sevib yashayveringlar. Nima bo'lish kerak ekan? Aka, endi siz ham bizga obuna bo'lganmisiz, bizda ham sizga sovg'amiz bor-da. Yo'q, lekin men o'zimning kanallarımda boshqa hech kimga obuna bo'lmaganman. Aka, biz brend parfum atriga asosan Ha, sizni ko'rdim. Ana Instagramda hamma jizzaxlik blogerlar reklama qildi-ku, adashmasam. Qayerda edi do'koningiz? Ko'ksaroyda. Yangi qurilgan Ko'ksaroy markazida, savdo markazida. Kirganingiz o'ng qo'lda. Siz investormisiz? Shunchaki investitsiya qilganmisiz? Yo'q, o'zim asos olganman. Siz o'zingiz o'sha duxiylarning mutaxassisimisiz? Gap yo'q. Oyim bekorga tegmagan ekanlar sizga. Siz menga obuna bo'lmaganmisiz, men sizga bitta sovg'amiz bor. Faqat reklama qilib yubormaymizmi? Yo'q, reklama qilmaymiz. O'zi oxirgi vaqtlar kimga savol berib sovg'a bersam, menga ham sovg'a berib ketishyapti-da. Qani nima ekan? Brend siz tarqatasizmi sovg'a? Brend parfum. Siz ham tarqatasizmi odamlarga? Aka, yo'limizga kimsiz? Eng qizig'i bizning do'konimizda hozir yangi ochilgan munosabati bilan umumiy 3,5 million so'mlik atir qo'yganmiz. 10 dona. Sizdan xarid qilish shart emas, nima bo'lish kerak ekan? Sovg'a olishni nima bo'lish kerak ekan? Prosta obuna bo'lish kerak. Ketdi.